Maşalloh, hurmatli obunachilar, tayyor semental oqtarga obunachilarimiz bormi? Hurmatli chorvadorlar, biz ikkinchi tug'mada 35 ta bergan uka. Endi u yog'i nechta berishi qo'shiladi 3-tug'mada. Hamma molga o'zi. Yetali aka mashaqqa yetali. Og'a yiri cheres yurs katta mol, shved original. Og'a nechi pul puli? Bu zo'r. Qo'rg'ontepada mana berildim uka. Mashalar sheriklarini berildim 35 ta, 30 tadan sut berib turibdi. Qonidagi bolasi ikkinchisi, tishi 4 ta. Hali 6 ta bo'lmagan. Shved originallari ham bor. Aloqaga chiqarasizlar. Molni boshi bor, oxiri yo'q. Bu sementamizdan bor. Telefon qilgan odamga sotamizmi? Sotamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Aloqaga chiqarasizlar. 55 million kami bor. Bunaqa narxda biroq qo'ymayman. Mana ko'rsin. 7 oylik. To'g'ri sotkasi. Nechta sutga berasiz? Bu hozir holatda 20 ta berib turibdi. Aloqaga chiqarasizlar. Maşalloh, hurmatli obunachilar, tayyor semental oqtarga obunachilarimiz bormi? Hurmatli chorvadorlar, assalomu alaykum chorvasevar insonlar, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. Hurmatli obunachilar, 2026-yil 5-yanvar hafta kuni dushanba Andijon viloyati Bog'shamolda Jasur akamiz fermasida. Xo'p, hurmatli obunachilar, 5 bosh yaxshi sigirlarimiz bor. Videodan uzoqlashmang, Jasur akam chiroyli qilib ma'lumotni beradi. Assalomu alaykum. Sanjalbek, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshi kelib oldinglarmi? Mana 5 ta sigirimiz bor, 2 tasi tug'ilgan, 3 tasi yaqin bo'g'ozlar. Gap yo'q, buni qachon tug'di aka? Uka 4 soat bo'ldi mana tug'ilgan. Ko'taring bolasini aka. Mana bolasini ko'taring. Nima tug'di aka? Novoz tug'di mana. Ko'taring bo'zi. Maqa yetaling aka. Semental ishqibozlarga hurmatli obunachilar, qisqa va lo'nda chiroyli video qilib beramiz. Havas qilib bir donadan laykni bosib turasizlar. Aka bo'zayni qiynamang. Ushab tursangiz bo'ldi. Yoki yetalab qo'ying. Uka, bola ikkinchi bola emas, tug'ilgan kishi 4 ta, hali 6 ta bo'lmagan. Yurgizing aka. Yurgizing. 4 kurayli sigirimiz. Ikkinchi qoringa bolasi buqacha. Jasur aka, buni sherigi ham ichkarida turibdi. Ana sherigi uka 40 ta sut berib ko'rsatib qo'ya olasiz. Gap yo'q. Buni nechtaga beramiz? Buni inshaalloh bu ham ashtaqa beradi. To'rosi butun. 40 ta bermasa 35 ta bersin, to'ro yelini, oyog'i, yeb ichishi, salomatligi hamma yo'g'iga javob mana. 4 soat oldin akalar tug'dirishibdi mana. Bola novoz. Jasur aka nech puli? Buni 85 million uka bunimiz narxi. 85 million. Kami bor. Kami g'ij-bij. G'ij-bij. Gap yo'q. Jonivor. Hurmatli obunachilar, 85 million qo'yiladi. Bolasi buqacha, xudo xolasa 35 ta sut atrofida. Xo'p, buni hurmatli obunachilar, aka ushab turing. Novosini ko'rsatamiz. Yengilroq, men novoz qilib olaman o'zim, zo'r qilib katta qilaman deganlar. Uka, buni enasi ichkarida, enasi hozir 38 ta sut beryapti. O'zi 3 oydan endi o'tyapti. Tug'ilgan video hamma yo'g'i bor mana. Bor. O'zingiz qo'lingizda tug'ilgan. O'zimizda tug'ilgan novoz. Sutga to'ygan. Otasi ham shu toza semental, shu originali. Nech pul og'a puli? Buni 35. Kami bor. Kamini o'tib berasiz. O'tib beramiz. 30 ham deng. 33 ga o'tib beramiz uka. O'tib berasiz-da. Yaxshi molni bolalarida. Original molni. Olib kiringlar. 3 oydan endi o'tyapti. Olib kirib ketinglar. Olib kiring. Oxirga bir. Shvedni yeching aka. Shvedni o'tda ham originali bor, oqtarga obunachilarimiz. Ammo kengga yurgizing-da. Hurmatli obunachilar, joning sog' bo'lsin. Ushab turing, kallasini ko'tarish etdi. Bitta like bosib qo'ying, hoji aka. Sizga bundan zo'rini topolmadim deydi-yu. Og'a, bu necha oylik? Bunimiz inshaalloh 15 kun, 20 kunda tug'adi, 3-bolasi. Kallasini ko'tarib turing. Tishi 6 kurak. Hurmatli obunachilar, to'ra tutamiz zo'r. Hamma yo'g'i zo'r. Tuyog'i, yelini, yeb ichishi hamma yo'g'i zo'r. Zo'r. Aka, bu sutga nima deyapti? Bunimiz ikkinchi tug'mada 35 ta bergan uka. Endi u yog'i nechta berishi qo'shiladi 3-tug'mada. Hamma molga o'zi. Yetali aka mashaqqa. Mashaqqa yetali. Og'a yiri cheres yurs katta mol, shved original. Og'a nech puli? Buni 80 million deyman, Sanjarbek. Kami ko'p. Kami ko'p. Endi misol uchun 80 million qimmat deyishingiz mumkin, lekin molga yarasha narx aytiladi. Misol kecha 62 millionga sotgan moldan ancha kuchli mol bu. To'g'risida xonazin sotdi, bitta novoz bo'ladi. Sutda ham unga boy, molni o'zi ham unaqa, undan ham kuchli. Cherezali, nima deydi? Sifat desiz, e'tibor desiz, hamma yo'g'i joyida. Aka bir kamkosini o'tasizmi? O'tib beramiz. Telefon qilgan qaytarmaysiz.
Yo'q, qaytarmaymiz. Hurmatli chorvadorlar, 80 million so'm g'ij-bij kam bor, savdosini qilib olaverasizlar. Hurmatli chorvadorlar, bu kesam shu yerda telefonda o'tgan safar kechagi yakshanba kuni buni sherigini olganlar savdo qilib turibdi. Mobodasiga xonajinni qarang. Bitishalmasa, telefon olib savdosini qilaverasizlar. Jasur aka, necha pul beryapti o'zi bunga? Bunga hozir 57 berib turishibdi uka telefonda. Biz 60 jicha hayrini qilib beramiz dedi. Mol 7 oydan o'tgan. Hali o'zi kuragan, buzmagan xunajin. Birinchisiga. Buni sherigi kecha sotganingiz nechta sut beryapti o'zi aka? U yangi tug'uvdi. U berdim bolasi bilan. Novoz tug'di jonivor. 20 ta sutga berdik uni. Novoz tug'di. Xuddi mashina sherigida. Kecha o'zi ko'rgansizlar. 57 million savdo bo'lyapti, 60 million jicha xayri bor. Telefonga yana yamin o'tib beriladi. Berib yuboring, olib kirsin ichkariga. Olib kirgansin. Ola xonajin gap so'z yo'q xonajin. Bitta yurgizib bering uka. Keng xonajin. Baland xonajin keyin. Tutamni qarang. Haqiqiy 100% savay mana shu bo'ladi Sanjarbek. Gap yo'q, Jasur og'a. Doktorini olib kelib uka mashetdi. Qo'lini solib 7 oyda tepasida mol. Tekshirib olib mashetdan olib ketsin. Gap yo'q. Narxi 65. Xo'p. Hozirga telefon qilayotganlarga jicha o'tib beraman deb savdosi bo'lib turibdi. Bo'lib turibdi. Endi ular kecha olishuvdi, ularga 60 o'tib beraman dedi. Gap so'z yo'q. Olib kiring. Kirgizing ichkariga. Ot kabi olma. Otni o'rnida boqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, kelgan shvet oqtarganlarga. Bu germanmi aka? German, chisti aslananiki, birkalarini olib qo'yasiz. Suti ham yirtib tashlaydi. Ha, yirtib oladi. Bular 35 ta berib kelgan mol. Jonivor. Hurmatli chorvadorlar, to'ra tutamiz zo'r. Zo'r, Qo'rg'ontepada mana berdim uka. Mashalar sheriklarini berdim 35 ta, 30 tadan sut berib turibdi. Qonidagi bolasi ikkinchisi, tishi 4 ta. Hali 6 ta bo'lmagan. Tug'ishiga bilan 25 kun bor uka. Yetil 8 oydan o'tdi mana. Necha pul og'a puli? Buni 75 deyman. Kami bor. 75 million kamini o'tib berasiz. Kami bor. Katta narsa olma. Xudo xolasa, eng kami 30 ta sutga. 30 ta sutga javob berilaveradi. Mobodasi sizdan olgan odam qachondir sotaman desa o'zingiz ham. O'zim haldorman. Qimillatishmasini? Yo'q, qimillat. O'zimga telefon qilsa foydasini berib olaman. Gap yo'q. Olib kiring. Bering, oling aka, molni. Mol olma katta narsa. Ikkinchisiga eng qizig'i. Buni tushunib bilgan odam o'zi bitada biladi uni. Men maqtaganingiz bilan befoyda. Olib kiravering. Yurishni qarang, jonivorda. Hurmatli obunachilar, rossiyskiy ishqibozlariga rossiyskiy molni o'tsa ham butuni. Bolasi nima Jasur aka? Xunajin bola. Xunajincha. Katta mol ekan, og'a. Katta mol. Nechta sut beryapti? Uka, bolasidan tashqari 25 taga beraman, birinchisi mana. Birinchi qorinmi? Birinchi qorin mana tishini ham ko'rib qo'ysan, birinchisi 25 ta sutga beraman, mana shu yerda sag'sin. Bola xunajin mana. Gap yo'q. Necha pul og'a puli? Buni pulini keng qo'yavering. 65 deyman. 65 million. Kamini o'tib beradi. Kamini o'tib beraman. Gap yo'q. Mana anjo bolasini rasa mana Farg'onalik akalarga rasa tushadi bu. Tushadi, olam oldi. Toshkentlik akalarga mana uka, men sag'inadim bunday ko'rib qo'ying uka keling mana. Jasur aka? Mana qarang. Tek, molni qarang otishini. Bo'ldi, qimmatli. Jasur aka, bolasiga. Yetmang, tek qo'ying. Buni mana shu Andijon territoriyasida yaqin o'rtadagilar sutini sinab olaverasizmi? Sutini mana shu yerda kelib sinab olsin. Sharoit bor. Bir kun mehmon bo'lib kelsa, bitta choyxonada oshda aytib qo'yaman, 2 mahar sag'ib, sutini sinab olib ketishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Narxini necha pul qo'ydingiz? 65. 70 demadim uka, 75 demadim, 65. Gap yo'q. Hurmatli akalar, chorvadorlar, chorva sevar insonlar, ishqibozlarning aloqaga chiqarasini olib kiring. Bitta emizib qo'ying bolasini. Baylandi uka, bitta emizsa. Shu syomkada ishqibozlarning kelib lakasi tashlab berib, bemalol ko'rib olaverasizlar. Hurmatli chorvadorlar, bu ruchniy apparat tanlamasangiz, yuvoshligini ko'rsatib berish maqsadida xullas narxi 65 million so'm, 20 ta doncha suti bor, sinashga olaverasizlar. Ishqibozlarning aloqaga chiqarasizlar. Jasur og'a, telefonga yana qaytarmaysizmi? Yo'q, qaytarmaymiz. Telefon nomerimiz 97lik 747 4070. Ekranda ko'rib turgan nomer Telegram, WhatsApp bor, aloqaga chiqarasizlar. Hamma yo'q, molimiz ko'p. Bozoringizni bersin. Telefon bilan qaytarmayman. Rahmat sizga. Musofirlardagi akalarga, opalarga, hammasiga 2026 hammani chorvasida mol ko'paysin. Gap yo'q, rahmat aka. Zo'r mollardan chiqarib turamiz uka. Rahmat, salomat bo'ling. Ko'rishguncha keyingi syomkalarda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Rahmat hammaga. Xo'p.